9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan Asaka bankning Navoiy bank xizmatlari markazida viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari talabalari ishtirokida bankning korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi, viloyat ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi va kiber xavfsizlik markazi mas'ul xodimlari ishtirokida davra suhbati tashkil qilindi. Ochiq eshiklar kunida hozirgi kundagi dolzarb bo'lgan moliyaviy jinoyatlar va korrupsiyaviy jinoyatlarning oqibatlari, uning keltirib chiqaradigan muammolari haqida yig'ilishdagi talabalarga batafsil tushuncha berildi. Ochiq eshiklar kuni interaktiv savol-javob tarzida o'tkazildi va ishtirokchi talabalarimizdan berilgan barcha savollarga mas'ul xodimlarimiz tomonidan batafsil tushunchalar berildi. Bugun biz 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan Navoiy shahrimizdagi Asaka bankka ochiq eshiklar kuni tadbiri munosabati bilan keldik. Tadbir doirasida bizga Asaka bankning korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha